Bugun men uchun ancha uzoq turgan kun. Ayolim bilan o'g'limga anchadan beri bir narsa podarka qilaman deb niyat qilib yuruvdim. Ular xolis sotuvdi. Mana hozir o'shani dastavkaga berishdi. Endi hozir ularning reaksiyaligini ko'ramiz. Menimcha Muhammad Yasin uxlab qolibdi. Uni reaksiyasini ertalab ko'ramiz. Hozir olishga beramiz sog'in. Onasi? Onasi? Naq qarang. 10 sentabr kelishini kutdim. Yangi chiqqanini olib beraman dedim. Yo'q. Nima deyapti bu? Muhteşem bu. Shirin kutdim kelishini. Muhteşem bu. Rahmat adası. Muhammad Yasin bugün uxlayapti. Endi shu bilan ertalab ko'radi. Salam. Qattiq